Samsaq tilga elinsa ko'p qism kishilarning esiga samsaqning g'ayri puruqi keladi. Ammo samsaqning bu g'alati puruqidan boshqa nurg'un ishlatilishi bor. O'sin tuzash jihatdan samsaq tarkibidagi aktiv elementlar bakteriyaga qarshi turib terini tozalab, donxo'rakni saqaytish roli bor. Akşamı uxlashdan burun yuzni pokiz yuyib, bir chish samsaqni ikkiga bo'libla, samsaqning ichki tarafini donxo'rak ustiga birdan yenik surkab turamiz. Mushundaq bir necha kun davomlashtirsak, ko'rinarli unumga erisha olamiz. Qo'riq tushishni kechiktirish. Samsaqda ozuqliq mol bo'lib, oksidlanishga qarshi turish roli bor. Qiz ayollar ochiq suvga chilangan samsaqni ko'p iste'mol qilsa, qirishni kechiktira oladi. Buning uchun yangi samsaq tayyorlaymiz. Ham samsaqning po'sti va yiltiz qismini pokiz elib etamiz. Pakizlangan samsaqni pokiz bir qachig'iga selib, ustiga tuz sepimiz. Ondan aralashtirib, bir kun shamoldatamiz. Qozonga ochiq suv quyib, uningga muvofiq darajada shakar qo'shib qaynatamiz. Ondan uni sovutamiz. Sovutilgan ochiq suvni qachiga qo'yib olamiz. Ondan samsaqni qachi ichiga solamiz. Qachining og'zini yem qilib pechatlaymiz. Har kuni bir qatim qachini yenik silkib qo'yamiz. Bir oy o'tgandan keyin iste'mol qilsak bo'ladi. Turmush jihatdan samsaq tarkibidagi may javhari kiyimlarning purlashib ketishining oldini oladi. Dazmol selish avarchiligidan qutuldiradi. Purlashib ketgan kiyimni pokiz suvga selib, uning ustiga ezib o'mach holatga kelgan samsaq bilan ochiq suvni ozroq temitamiz. Kiyimni 15 minut chilab qo'yib, ondan suyini to'liq siqib etmasdan esib quritamiz. Bundaq yuyilgan kiyimda samsaqning puruqi emas, bir xil yenik xushpuroq puraydi. Hech qanday purlashish bo'lmaydi. Qurtishning oldini oladi. Ailedeki gülgiyaxlarga qurt tushishning oldini olish uchun bir necha tal samsaqni ezib, gulga suv quyadigan cho'gilning ichiga selib, gullarni sug'arsa qurtlarni yo'qotqili bo'ladi. Tish og'riqini davolaydi. Qurt yeyish sababidan bo'lgan tish og'riqi uchun doktorga berib yurmay, bir tal samsaq bilan hal qiling. Yangi samsaqni pokiz oqlab ezib, malham holatga akilamiz. Ondan muvofiq miqdorda qo'limizga elib, qurt yegan to'shikka solamiz. Tezli unumli ko'riladi. Samsaqning bakteriya o'ldirish roli bo'lganlikdan mushqil usul orqali og'iz bo'shlig'ini dezinfeksiya qilg'ili bo'ladi.